Akalarim barchaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar do'stlarim? Sizlar bilan esa men ekran ortida Oybek Abubakir. Bugun esa bir mashinalarni ko'rsatish uchun chiqdim. Mana bu sostavni qarang, turishini 4 ta mashina bo'lgan akalar, Glavniy prizda. Ya'ni oldingiga o'xshab bitta Glavniy priz oddiy mashina qo'ymadik. Bu safar 4 talasi ham Glavniy akalar. Shuning uchun nima qilamiz? Omad sinab ko'ramiz. Timboli 590 donagina sanoqli biletimiz qolgan. Sizlar suygandek katta raqamlar shoshilib qolasiga umiddamiz. Telegramdan kuzatib turgan aka-ukalarimiz hozircha faqat shot silkalar orqali pul o'tkazamiz. Ikkita shot silka, biri Amriddin, ikkinchisi Zamira nomida. Agar sizda shot silkaga pul o'tmasa, shunday shot nimani Zamirani и Amriddinning tagida shot raqami turibdi. Ana shot raqamni kopировать qilib turib перевод qilib o'tkazsangiz ham bo'lyapti akalar. Pomosh yoki pодарок deb назначениеga yozib qo'yasizlar. Kelinglar endi ikki og'iz men sizlarga qisqa qilib bo'lsa ham chiroyli tarzda mashinalarni tushuntirib beraman. 4950 dona ishtirokchi bu o'yinda 590 dona chiptamiz qoldi. 2000 rubl chiptamizni bahosi akalar. Bir dona olsangiz, 10 ta olsangiz bitta qo'shib beramiz. 1-2 kunda ichida tamom уже finaldamiz. Glavniy priz 4 talasi ham endi glavnisi mana bunisi XZ VX 2023 yil mashina sveji 7 o'rindiqlik kojinli sidinalarda polni panorama akalar. Ya'ni откидной sidinalar katta yo'lga chiqib minaman desiz ham dalni yo'lga juda az qotadi. Shofyor akalarimizga hali granitsaga qatnayman desiz, sotaman desiz ham, minaman desiz ham xullas mashina yaxshi kuningizga buyursin. Sami glavni yuting do'stim, omadingiz bersin. Pod kapotda esa 2 litrlik объем turbinada 249 ta ot kuchiga ega. Do nalogi akalar, nalogi kam. Rossiyalik aka-ukalarimiz uchun. Mashinamiz полный приводda, linzaviy faralarda, hatto mana oldilari ham linzada akalar. Po krugu kamerasi bor, бесключевой достуp. Удержание polosasigacha bor akalar. Bunda cruise control, klimat control hamma yo'g'i sensorda boshqariladi. Katta ichlari ham monitorda do'stlarim. Avtomat korobka 8 tubkalik. Va do'stim, подогрев сидения, охлаждение сидения, подогрев лобовой стеклоsi ham bor. Bu mashinada akalar nima qulaylik kerak bo'lsa hamma qulaylik yetarli, faqat egasi yo'q hozircha. Egasiz ichimizda kimdir bo'ladi. 1-2 kun davomida yuting, oshingiz bo'lsin, omadingiz bersin. Keling bir qator bo'lsam shuni ham bitta salonni ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana akalar, salonni bir ko'rsanglar, полностью регулировка память сиденьlar, eshiklari juda ham qalin, shumkalari o'ta a'lo darajada ishlangan akalar. Полный monitor ko'ryapsizlar. Sport rejim, komfort rejim, ekonom rejim, xullas mashinada hamma yo'q yetarli va proyeksiya lobovой stikloni ham ko'ryapsiz. Mana bu tabloda ko'rsatib ketadi mana ekraningizda. Ya'ni lobovойingizda. Скоростьingiz bu hamma yo'qdir. Ya'ni mashina akalar juda ham современный, mana 5ключевой dostupi. Bossangiz o'zi ochilib, o'zi yopiladi. Kalitni chiqarib ishlatish shart emas. Juda ham qulay akalar. Yuringlar ikkinchi mashinaga o'tamiz. Ikkinchi mashina sportivniy, yoshlar bob. Mana buni ko'zlarini qarang. Jitour Dashing akalar. 150 ta ot kuchiga ega turbinada 1.6 объем dvigateli. Do'stlarim, mashinamiz sportivniy ko'rinishga ega. Ko'ryapsiz. Va mashinamizda katta planshet turibdi. Ana shu planshetdan hamma yo'qni boshqarasiz. Juda ham современный. Yiliga kelsak 2024-yil akalar, hech qancha yurmagan svejiy mashina. Yutgan inson maza qilib minadi, agar minsa. Sotaman desa ham hozirgi kunda bozori chaqqon. Bu 4 tala mashinamiz ham taksiga ulab minsangiz, haydasangiz bo'ladi. Taksi akalarimiz ko'rib turishgan bo'lsa. Shu munosabati bilan omad sinab ko'rasizlar degan umiddamiz. Mashinamiz albatta avtomat korobkada va sportivniy sideniyalarda akalar. Konditsioner deysizmi, podogrev rul, podogrev sideniya hamma yo'g'i yetarli. Endi bu ikkala egzeklarda akalar, men o'ylayman, bilmagan inson bo'lmasa kerak, kimdir ichimizda mendan-da yaxshi bilsa kerak bu mashinalar. Kelinglar baribir aytib o'tib ketaman. Mana bunisi kuchliroq komplektatsiyada, ya'ni prestige komplektatsiya, linzaviy faralarda agressivniy ko'ryapsizlar, внешний вид, bamperlari, diskalari o'ta o'zgacha, orqa linzalari ham полностью yonadi, stoplari va kojinli sidinalarda cruise control, klimat kontroli bor, podogrev rul, podogrev sideniya,
bespроводной zaryadnik, бесключевой достуp akalar bu mashinamizda va полный приводda emas, передний привод, oldi tortadi akalar buni. Va albatta 7 stupkalik adashmasam avtomat korobka turibdi. 205 объем, 194 ta ot kuchiga ega do'stim. Men o'ylayman sizga yetib ortib ham qoladi. Mana bunisi esa erkatoyimiz 150 ta ot kuchiga ega, tonirovkasi ham yo'q, свежий mashina. Bunisini yili 2021-yil, mana bu qorasini yili 2020-yil. Bu ham avtomat korobka, podogrev сиденья, podogrev rul, cruise control ham bor, muzika, hamma qulayligi yetarli. Minishingiz uchun hamma yoq достаточно. Faqat do'stim 2000 rubl evaziga o'z omadingizni sinab 1-2 kun davomida tamom mana shu mashinalarni yutib olib, rohatlanish har bir aka ukamizga Alloh nasib qilsin. Bulardan tashqari albatta pul prizlarimiz ham bor. Ikkita $1000 dan, ikkita $500 dan, 10 ta 10,000 rubldan va 100 ta konvert 5000 rubldan akalar. Shoshilib qolasizlar degan umiddamiz, chunki chiptalarimiz ko'ryapsizlar, ozgina qolyapti. Hozircha faqat shu shot silkalar orqali pul o'tkazib turamiz do'stlarim. Barchaga omad yor bo'lsin, omadinglarni bersin.